Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Darsimizni ikkinchi qismini boshlaymiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan sog'lom turmush tarzi haqida, umuman sog'liqni saqlash choralari degan bir ajoyib mavzuda dars qilgandik. U darsimizda biz sog'ligimizni saqlash uchun eng kerakli tavsiyalarni berib o'tgandik. Mana bola odobi bilan aziz deb nomlangan kitobni o'qiyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Agar kimda bo'lmasa sotib olishni so'ragan bo'lardik. Mana shu kitobda berilgan ma'lumotlardan foydalanib odob axloq qismimizda o'tyapmiz. Endi bugun shaxsiy rivojlanish haqida gaplashamiz. Bugungi gapiriladigan gaplar shaxsiy rivojlanish haqida bo'ladi. Men bu yerda sizlarga sog'lom turmush tarzini 6 ta qoidasini aytib beraman. Mana ba'zilar aytadi, biz uzoq umr ko'rishni yagona yo'li bu sog'lom turmush tarzi deb ham aytishadi. Bizga qancha umr berilganligini bilishning iloji yo'q. Kimgadir ko'proq umr berilgan bo'lishi mumkin, kimgadir kamroq. Lekin mana shu umrni mazmunli yashab o'tish siz bilan bizni qo'limizdagi narsa. Xohlasak biz sog'lom turmush tarziga rioya qilib, haqiqatda sog'lom bo'lib, yaxshi, mazmunli hayot kechirishimiz ham mumkin, yoki ba'zi bir zararli odatlarni o'zimizda shakllantirib, mana shu bizga berilgan umrni kasalliklar bilan ko'rpaga mixlanib o'tkazishimiz ham mumkin. O'shaning uchun ham biz imkon qadar sabablarni qilib sog'lom turmush tarziga harakat qilamiz. Sababni chiroyli qilganga natija ham chiroyli bo'ladi. O'shaning uchun ham biz o'zimizni turmush tarzimizni biroz o'zgartirish kiritishimiz kerak ekan. Birinchi navbatda o'zimizni sog'ligimizni o'ylash kerak ekan. Bizda o'zbeklarda mana shu narsaga umuman e'tibor qilinmaydi. Bizga odatda nima bo'ladi? Yiqiladigan holatga kelib qolsa, keyin shifoxonaga boriladi. Ungacha borib turib bir o'zimni tekshirtirib qo'yayin, bir lechini olib qo'yayin degan narsa bizning hayolimizga kelmaydi, to'g'rimi? Lekin mana bu Yevropa mamlakatlarida, bu yerlarda tez-tez insonlar o'zini tekshirtirib turar ekan. Ya'ni menda hammasi joyidami deb turib, biz kabi bunchalik bee'tibor bo'lishmas ekan ular. Biz ham endi bundan buyog'iga Xudo xolasa sog'lomroq, baquvvatroq bo'lish uchun ozgina hayot tarzimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Xo'p, men hozir 6 ta qoidani tanishtiraman sizlarga. Sizlar birin-ketin yozib borasizlar. Agar biron bir savol tug'iladigan bo'lsa, bersanglar bo'ladi bemalol. Boshladik. Eng birinchi qoidamiz bo'ladi ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish. Birinchi qoida deb yozasizlar, ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish. Biz bu yerda nimalarga e'tibor beramiz? Mana ozgina ma'ruza qismiga to'xtalamiz. Mana shu ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish haqida men ozgina gapiraman. Bizni kundalik qilayotgan amallarimiz nimani iste'mol qilayotganligimizga bog'liq. Fuzayl ibn Yoz rahmatullohi alayhi aytadilar-ki, agar sen tunda bir gunoh qiladigan bo'lsang, bilginki kunduz kuni nimadir shubhali taom yegansan. Agar sen tongda bir gunoh qiladigan bo'lsang, demak sen tunda nimadir shubhali narsa yegansan degan hikmatni aytgan ekanlar. Haqiqatda mana shu narsa bor va o'zini isbotini yillar davomida topib kelayotgan bir hikmatdir. Mana aytadi, topayotgan pulingni haloldan topayapsanmi yoki haromdan topayapsanmi? Mana shuni qanday bilsa bo'ladi deganda, uni nimaga ishlatayotganingga qarab bilsang bo'ladi deb javob berishgan ekan. Ya'ni hech qachon haloldan topilgan pul nima qilmaydi? Yomon ishlarga sarflanmaydi. Agar u o'g'irlik bilan, yomonlik bilan kimlarnidir dilini og'ritib topilgan bo'lsa, u albatta yomonliklarga sarf bo'ladi. Xuddi shundayin ovqatlanish ham. Yeyotgan ovqatingizni yaxshi yoki yomonligini qayerdan bilasiz deyiladigan bo'lsa, o'sha ovqatdan hosil bo'lgan quvvatni nimaga sarflayapsiz? U ovqatdan hosil bo'lgan quvvat ilm olish uchun, odamlarga yaxshilik qilish uchun, yaxshilik tarqatish uchun sarflanayotgan bo'lsa, demak siz halol, pokiza narsalarni iste'mol qilyapsiz ekan. Agar dangasalik bilan bekorchi umrimizni behuda narsalarga o'tkazadigan narsalarga sarflanayotgan bo'lsa, bilingki, biz yeyotgan narsalarda shubha bo'lishi mumkin. Bizga ustozlarimiz bergan tavsiyalardan birini aytib o'taman. Ilm o'rganayotgan insonlar imkon qadar ko'cha-ko'ydan ovqatlanishmasin deb tavsiya berishardi. Nazar tushadigan joylardan, odamlar ko'p yuradigan joylardan, har xil choyxonalardan yeyaverish tavsiya qilinmaydi. Ko'chada ovqatlanishga to'g'ri kelsa, albatta pokiza, yaxshi ovqatlar qiladigan joyni topib, o'sha yerda ovqatlanish kerak. To'g'ri kelgan joylarda o'tirib ovqatlanib ketilavermaskan. Chunki bu bizni zehnimizga ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Tushunyapsizmi? Avvaliga ilm o'rganayotgan yoshlarni ovqatiga shu qadar bir e'tibor bilan turishgan ekanki,
agar nimadir shubhali taom o'tib ketadigan bo'lsa uni tomog'idan, buni zehniga katta ziyon yetkazadi degan qarash bo'lgan ekan. Ana shu narsani o'zimizda shakllantiraylik. Har doim eng yaxshi ovqatlarni, eng sifatli ovqatlarni yeyishga harakat qilaylik. Xo'p, hozir ekraningizda yozuv paydo bo'ldi. Buni yozib olsanglar bo'ladi. To'g'ri ovqatlanishni biz shunday tashkil qilishimiz kerakki, o'sha ovqat bizni tanamizga og'irlik qilmasligi kerak, tez hazm bo'lishi kerak, osonroq hazm bo'lishi kerak va bizni tanamizni kerakli ozuqa bilan ta'minlab berish kerak ekan. Bolalar, esingizdan chiqmasin. Sog'lom, baquvvat ovqatlanish bilan qorinni to'ldirishning o'rtasida farq bor. Mana ba'zilar aytadi, ko'p yegin deyshadi, tiqib yeb olgin deyshadi. Nimaga? Yegan yariydi. Bo'sh qop tikka turmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Bunaqa gaplar rost. Bo'sh qop haqiqatda tikka turmaydi. Inson ovqatlanishi shart, lekin qorinni to'ldirish bilan baquvvat ovqatlanish deganda bitta narsani tushunmaylik. Qorinni to'ldirish boshqa, ovqatni baquvvat yeyish boshqa. Siz roltonga o'xshagan, haligi fast foodga o'xshagan narsalar bilan qorningizni to'ldirishingiz bu sizga ziyon beradi. Bundan ko'ra qorninni to'ldirmang, kamroq ovqat yeng, lekin kaloriyasi kuchli bo'lgan, vitaminlarga boy bo'lgan tabiiy narsalarni iste'mol qiling. Ana shu qorningizni to'ldiradigan haligi lapshalarni, qayerdagi bir nima deydi, fast foodlarni o'rnini bosib yuboradi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun o'tgan darsimizda ham aytdik, ochlik bilan to'qlikning o'rtasidagi bir nuqtada ovqatlansak, bizni zehnimizga ham buni ta'siri, foydasi bo'lar ekan. O'shaning uchun ham biz kundalik iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlarimizni birinchi navbatda uni halolligiga, pokizaligiga e'tibor beraylik. Ikkinchidan, sog'ligimizga zararli emasmi? Mana shu jihatlarga e'tibor beraylik. Mana ba'zilar kolbasani yaxshi ko'rishi mumkin, ba'zilar hot-dogni, pizzani yaxshi ko'rishi mumkin, lekin kolbasa bu yarim tayyor mahsulot. Buni me'yordan oshiq yeyorish zarar keltirishi mumkin. Fast food ham chala tayyor mahsulot hisoblanadi. O'sha fast foodlarda ishlatiladigan go'shtni bilasizlar qanaqa holatda pishirilishini, u yaxshi pishmagan holati bo'lib qoladi ba'zida. Siz o'shanaqa yaxshi pishmagan joyi sizga sovuriladigan bo'lsa, unda hali bakteriyalar o'lmagan bo'ladi, chunki u yog'da pishmayapti, u olovni issig'ida pishirilyapti. O'shani hisobidan ko'chada endi imkon qadar tezroq tayyorlab ko'proq odamga yetkazish kerak bo'ladi. Bunchalik ham e'tibor berilmaydi uni rostlakamisiga pishdimi yoki yo'qmi. Va u zarar keltirishi mumkin. Mana fast foodni imkon qadar uyda tayyorlab, uy sharoitida tayyorlangan iste'mol qilinsa, endi siz bunda e'tibor qilasiz. Go'shtlarni, xamirlarni hammasi yaxshi pishganligiga e'tibor qilasiz. O'sha jihatlarga diqqatliroq bo'lishimiz kerak ekan. Mana shu birinchi qoidamiz bo'ladi. Bolalar, zinhor va zinhor shubhalandingizmi, yemay qo'yavering o'sha narsani. Imkon qadar ko'chadan emas, uydan ota-onamiz pishirgan ovqatlardan tanovul qilishga harakat qilaylik. Ulug'lardan biri shunday yo'l tutgan ekanlar. Bir kun deydi, bu ulug' zot yashagan davrlarda ular yashab turgan joyda bir qo'y yo'qolib qolar ekan. U qo'yni hech kim izlab topa olmaydi. Keyin bir cho'pondan bu kishi so'rar ekanlar. Bitta qo'y necha yil umr ko'radi? Zo'r yashasa 7 yil umr ko'radi deb aytgan ekan. Shunda bu kishi 7 yil davomida umuman qo'y go'shti iste'mol qilmagan ekanlar. Tushunyapsizmi? Aslida yeb qo'ysalar ham bular bilmaganliklari uchun bularga hech narsa qilmasdi, lekin meni zehnimga, meni ilm olishimga xalaqit qilmasin deb turib, ana shu 7 yil muddatgacha qo'y go'shtini o'zlariga taqiqlagan ekanlar. Mana avvalgilar ovqat masalasida qanday turishgan. Biz bugun yo'limizdan chiqqan narsaga kerak bo'lsa tarkibini ham o'qimasdan, shirin bo'lsa bo'ldi, qadog'i chiroyli bo'lsa bo'ldi, iste'mol qilyapmiz. Men mana xususiy maktabda ishlab turib ko'p tajribamdan bilaman. Tanaffus bo'ldi deguncha maktab o'quvchilari o'sha bufetning oldiga borishadi-da, aksariyatini oladigan mahsuloti qanaqadir chipslar va kireshki shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Va ularni yeyishga ham qiziqmaydi. Yeyishdan ham ko'ra uni ustidagi qog'ozi qiziq. Yaltiroq qog'ozlarga juda qiziquvchan bo'ladi. Yoshlar, unaqa narsalarga qiziqmaylik. Bu kireshkilar bizning sog'ligimizga hech qachon foyda olib kelmaydi. Bularni imkon qadar taqiqlaylik o'zingiz uchun. Bizni taomnomamizdan gazli ichimliklar, energetik ichimliklar, fast foodlar va o'shanaqa kireshkiga o'xshagan narsalar, mana bunaqa lyot degan muzqaymoqlar bo'ladi, muzdan qilingan. Muzqaymoqni ham yaxshisini iste'mol qilish kerak. Unaqalarni imkon qadar cheklab qo'ying. Agar himmatingiz yetsa, kuchingiz yetadigan bo'lsa, tamomila o'zingiz uchun taqiqlang. Kuchingiz yetmaydigan bo'lsa, imkon qadar bularni kamaytirishni tavsiya qilamiz. Xo'p, ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoidamiz
hayot harakatdadir deb nomlanadi. Ya'ni inson dunyoga kelibdiki, to umrini oxirigacha harakatda bo'ladi. Biz piyoda yuramiz, qayerlargadir boramiz, nimadir mehnat bilan shug'ullanamiz agar jismoniy quvvatimiz joyida bo'ladigan bo'lsa. Mana shu harakat siz va bizni sog'ligimizga ta'sir o'tkazadi. Bilasizmi? Hayotda muvaffaqiyatga erishayotgan, doimiy tetik holatda yuradigan, ko'p buyuk ishlar qiladigan insonlar doimiy harakatda bo'lishadi. Hech qachon bir joyda to'xtab qotib qolishmaydi. Kam harakat bo'lgan, yurmaydigan, doim bitta joyda o'tiradigan insonlar odatda muvaffaqiyatda ham, zehnda ham orqada qolishadi. Shaxsiy rivojlanishimiz uchun bolalar, mana bu harakat muhim bo'lar ekan. Biz kundalik hayotimizda doimiy jismoniy mashqlar, sport o'yinlari, badanni chiniqtiradigan narsalar bilan shug'ullanib turishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, kameramiz zaryad tugab o'chib qolgan ekan. Hozir yoqib qo'ydik va qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Nima uchun ko'p telefonga berilib ketyapti hozirgi yoshlar degan joyda qolgandik. Nima uchun desa, miyamiz hayotdagi muvaffaqiyat bilan virtual muvaffaqiyatni farqiga bormaydi. Siz uchun hayotda erishilgan g'alaba ham bir g'alaba deb qabul qilinadi, telefonda erishgan g'alabangiz ham bir g'alaba sifatida qabul qilinadi. Tabiiyki bu sizni chalg'itadi. Tabiiyki real hayotda hammasi boshqacha. Tabiiyki real hayotda qiyin bir narsaga erishish. Shuning uchun ham virtual narsalar bizni qiziqtirib qolyapti bugungi kunda. Bunaqa virtual hayotni beradigan muvaffaqiyatiga aldanib qolmanglar bolalar. Siz shu narsani ommaviy ravishda tushuning. To'xta. Hozir meni miyam bu narsani muvaffaqiyat deb o'ylayapti. Shuning uchun ham meni ko'proq qiziqtiryapti bu. Lekin men bunga reallikda erishishim kerak bu muvaffaqiyatga deb reallik bilan yashashga harakat qilinglar bolalar. Shunda katta ehtimol bilan marra sizniki bo'ladi. O'shaning uchun ham nima qilishimiz kerak ekan? Kunimizni tartiblagan bo'lishimiz kerak ekan va har bitta rejani asta-sekinlik bilan qilib borarkansiz, siz hayotdagi muvaffaqiyatlardan zavqlanishni boshlaysiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham kuningizni rejalashtirishga odatlanib boring. Xo'p. Mana yozib qo'ydik. Tabiatdagi va tanamizdagi hodisalar o'ziga xos qoidalarga amal qilar ekan, demak biz ham kundalik turmushimizni ma'lum tartib asosida amalga oshirishimiz kerak bo'lar ekan. Mana shunday. Endi keyingi qoidaga o'tsak bo'ladi. 4-qoidamiz ruhiy osoyishtalik deb nomlanadi. Ruhiy osoyishtalik va asabiy muvozanatni tiklash dedik. Bolalar, biz avvalgi darslarda aytganmiz. Inson 3 ta narsadan iborat. Birinchisi tana, ikkinchisi ruh, uchinchisi aql deganmiz. Hozir mana shu ruh va uni osoyishtaligi haqida gaplashamiz. Agar bizni tanamiz charchagan bo'lsa, jismoniy mehnatdan, kun davomida yurishdan charchagan bo'lsa, yotib uxlaymiz va erta tongda uyg'onib, yana kuch-quvvatga to'lgan holatda uyg'onamiz. Lekin bizni tanamiz emas, ruhimiz charchagan bo'lsa-chi? Kuni bo'yi uxlaysiz, lekin baribir ham charchagan holatda uyg'onasiz. Nimaga? Chunki siz bilan biz jismoniy mehnat qilmayapmiz, chiqib yer chopmayapmiz. Bizni asosiy qiladigan ishimiz kitob o'qishmi, ilm o'rganish, dars o'tishmi? Bu narsa bizni jismimizni emas, bizni ruhiyatimizni charchatadi, bizni aqlimizni charchatadi. Endi nima qilsak dam oladi? Uxlasak dam oladimi desa yo'q. Insonni ruhiyati, asabiy muvozanati, ya'ni aqliy faoliyatimiz bu tabiat bilan uyg'un. Sayr va sayohat bilan, aylanish bilan, tabiatni go'zalliklaridan bahramand bo'lish bilan ruhiy osoyishtalikka erishamiz. Misol uchun, ustozimiz bizga shunday topshiriq bergan. O'zingizni o'zingiz uchrashuvga chaqiring derdilar. Ya'ni uchrashuvga o'zingizni chaqirasiz. Xohlasangiz agar juda bir romantikligingiz tutib ketsa, o'zingizga o'zingiz xat yozing. Hurmatli o'zim, men seni falon kuni falon soatda mana shu joyda kutaman. Keyin iloji bo'lsa telefon olib kelmagin. Sen bilan bir yaxshilab suhbatlashib olamiz deng va o'zingizni eng chiroyli joyga olib boring. Aytaylik, mana yaqinda kuz fasli kelib qoladi. Kuz fasli kelganda daraxtlar sarg'ayadi,
Erta bahor hamma joy yam-yashil bo'lsa, kuz faslida hamma yoq oltin rangga kiradi. Insonni ruhiyatiga juda zo'r ta'sir qiladi. O'shanaqa joylarga, suv oqib turadigan joylarga boring, suvni ovozini eshitishga harakat qiling. Qushlarning ovozini eshitishga harakat qiling. Mana bu narsa sizni asabingizni joyiga keltiradi. Ruhiy osoyishtalikka erishasiz. Va jamiki mana bu aqliy mehnatdan yig'ilgan charchoqlarning hammasi chiqib ketadi. Va siz kamroq jizzaki bo'lasiz. Kamroq asabiylashadigan bo'lasiz. Bu o'zingiz uchun juda ham katta foyda bo'ladi. Men yoshligimda qishloq joyda katta bo'lganman. Bundan juda ham faxrlanaman men. Shovqinlardan, mashinalarning ovozidan yiroq bo'lgan joyda katta bo'lganmiz va biz dalaga chiqardik. Men juda yaxshi eslayman o'sha yoshligimda. Bepoyon bir qirlarga, adirlarga chiqardik. Juda qattiq shamollar bo'lardi. O'sha shamollarda u payt telefon ham ishlatmagan ekanmiz. Atrofimizda qo'ylar yurardi, itlar yurardi. Shuna bir qirni soya panasiga o'tardik, shamol tegmaydigan joyga ancha o'tib, choponni o'ranardik deb o'tirardik. Qo'ylar bu yerda o'tlab yurishardi, bu yoqda itlarimiz yotardi. Bitta o'zim ana shu yoqqa shuna bir chuqur ichiga ham tushib olardim-da, hammasi ko'rinib turadi, lekin shamol tegmaydi. Menda telefon yo'q qarayman desam, nima qilaman men? Shamolning ovozini eshitaman yoki osmonga tikilib qarayman. O'zingizga o'zingiz savol beringchi. Oxirgi marta qachon shunchaki yerga yotib, osmonni o'zini shunchaki tomosha qildingiz? Shunchaki bir o'tli joyga shuna yotdingizda osmonni tomosha qildingiz. Qachon? Shu narsa ayni sizning ruhiyatingizga ta'sir qiladi. Men agar yomg'ir yog'di dedi, chaqmoq bo'ldi deguncha uyda ana shu joyimni shuna derazaning tagiga sovolardimda, yomg'irda tarnodan oqayotgan yomg'ir ovozini eshitishga harakat qilardim. Bu narsa nimaga kerak desa, ruhiy osoyishtalik uchun bu kerak. Abduqodir, mikrofoningizni o'chirib turasiz? Bu narsa bizni ruhiy osoyishtaligimiz uchun zarur. Shuning uchun ham o'zingiz uchun odat qiling. Juda bu hayotning tashvishlari bilan yuravermasdan, ozgina sharoit bo'ldi deguncha, imkoniyat bo'ldi deguncha, hech bo'lmaganda quyosh botishini, hech bo'lmaganda shamol esishini, bu narsalarni eshitishga harakat qiling. Sog'lig'ingiz uchun juda foydali. Mana shu ish qiling, hali menga rahmat aytasiz. Hamma charchoqlar chiqib ketganda menga bir marta qo'ng'iroq qilib yoki Telegramda mana biz ruhiy osoyishtalik his qilyapmiz. Haqiqatda dam oldik, butun charchoqlarimiz chiqib ketdi. Uyqu bilan olinmaydigan charchoqlarimiz chiqib ketdi. Hali menga rahmat aytasiz. Shu ishni qilib ko'ring, erinmang o'zingiz uchun. Ruhiyatingiz uchun shu narsani ravo ko'ring. Xo'p. Yana nima demoqchi edim? Ruhiy osoyishtalik haqida bitta juda zo'r gap aytmoqchi edim. Negadir chalib qoldim. Inson nutq qilayotgan paytda imkon qadar qalbdan gapirishga harakat qilish kerak. Shunda birovlarning ichidagi savollariga ham javob berib ketasiz-da. Saodatning sabablari ko'p, bilasizlar. Bizni saodatga olib boradigan juda ko'p sabablar bor. O'shalardan bittasini aytaman sizga. Yer yuzida sayr va sayohat qiling. Ya'ni siz yer yuzida sayr va sayohat qilar ekansiz, tog'larga, qir-adirlarga chiqar ekansiz, mana bu narsalar sizni saodatga eltib qo'yar ekan. Ya'ni ruhiy osoyishtalik haqida gap ketyapti bu yerda. Mana qanchalik foydali bu narsa biz uchun. Ustozlar tomonidan juda ko'p marta tavsiya qilingan bu amallar. Xo'p, buni ham yozib qo'yasizlar, mana ekraningizga yozuv chiqdi. Bizning tanamiz, ichki a'zolarning faoliyati asab tizimi bilan boshqariladi. Ichki a'zolarning me'yoriy ishi esa ruhiy holatimizni, kayfiyatimizni belgilaydi. Ana shunday. Ruhiy osoyishtaliksiz yaxshi kayfiyatni shakllantirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham tez-tez o'zimizga bu narsani ravo ko'raylik. Endi keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, 5-qoidamiz ichkilikbozlik, kashandalik va giyohvandlik kabi zararli odatlardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Men ichmang, chekmang deb aytmayman. Bunaqa joylarga yaqinlashmang deyman. Siz ichishi yoki chekishni qo'yib turing. Ichish u yoqda tursin, chekish u yoqda tursin. Bu narsa sotiladigan joylarga-da kerak bo'lsa yaqinlashmaslik kerak. Yaqiniga yo'lamaslik kerak. Tushunyapsizmi? Hech qachon bunaqa. Bu illatlar sizni bizni sog'ligimizga, turmush tarzimizni hattoki buzilishiga olib keladi. Hayot tarzimiz butunlay o'zgarib ketadi. Mana shu ichkilik, kashandalikning oqibatidan barbod bo'lgan oilalarni men sizlarga bemalol sanab bera olaman. Necha kirdingiz desa, hali o'zim juda yoshman. Lekin men yosh bo'lib turib, juda ham ko'p misollar bilaman oilasi parokanda bo'lgan insonlarni.
Endi u 70 ga kirgan, 60 ga kirgan insonlardan so'rasangiz, ularni gapini gapirishni boshlashsa, oxirigacha eshitguncha bir kun yetmasa kerak menimcha. Shu yoshga kirib biz qancha narsani ko'rdik, ular qancha narsani ko'rgan ekan. Ko'ryapsizmi? Bu narsalar insonni o'zini, kerak bo'lsa, oilasini ham barbod bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Shaxs sifatida rivojlanaman degan inson, muvaffaqiyatga erishaman degan inson bunday narsalardan yiroqda yursin. Bizni hayotga befarqlikka va loqaydlikka olib keladi bu narsalar. Bugunidan boshqasini o'ylamaydigan, o'zini sog'ligini o'ylamaydigan va o'zini o'limga yetaklashdan ham tap tortmaydigan bir holatga olib kelib qo'yar ekan. 1 soatlikdir, yarim soatlikdir, boragina 1 kunlikdir ko'ngil xushlik uchun faqat o'sha narsa uchun yashaydigan insonga aylanib qolar ekan bular. Inson degan nomni ustiga bunday chizib qo'ysa ham bo'ladi agar bunaqa odatlar shakllanadigan bo'lsa insonda. Chunki insondagi bu narsalar insoniylik hislatlarini asta-sekin ketkizib, hayvoniylik sifatlarini unda hosil qilishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham insonni inson bo'lib turishligi uchun bunday odatlardan umuman uzoqda yurishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, 6-shartimiz ozodalik, orastalik. Mana bu narsa bizda 6-shart bo'ladi, 6-qoida bo'ladi. Bu atrof muhitga bo'lgan e'tibor masalasi haqida gapiryapman men. Misol uchun, siz va biz biron bir ishga kirishayotgan bo'lsak, agar o'sha ishni bajaradigan xonamiz, o'sha ishni bajarish vaqtida kiygan kiyimlarimiz, atrofimiz toza bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha ishimiz muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Mana men boshida juda ham maza qilib dars o'tishni boshladim. Negadir xonada deraza ochiq turibdi. Qayerdandir tutunni hidi kirib keldi. Hozir va xonadagi muhit biroz o'zgardi. Mana shu narsa meni dars o'tishimga ta'sir qilyapti hozir. Ovozim o'zgaryapti. Gapirishga biroz qiynalyapman. Tushunyapsizmi? Agar xonada toza havo bo'lgan deydi, pokiza, anaqa nima deymiz? Fresh air deydi ingliz tilida. Toza, pokiza havo bo'lsa, xona tartibga keltirilgan, ozoda holatda, kitoblar bir tomonga taxlangan, kompyuterim qarshimda, kameralar chiroyli turibdi, hech qanaqa muammo yo'q xalaqit beradigan. Mana shu holatda maza qilib, dildan gapirib sizlar bilan dars o'tishimiz mumkin bo'ladi. Mana oddiy darsdan misol. Endi siz nima ish qilmoqchi bo'lsangiz ham, ana shu atrof muhit tozaligi muhim bo'lar ekan. Bunda faqatgina kiyim boshni yoki o'tirgan xonani tozaligini nazarda tutmayapmiz. Biz yashab turgan hovli, biz yashab turgan mahalla, biz yashab turgan mamlakat. Mana bu tozalik ham biz uchun juda muhim ekan. Nimaga? Chunki sizni mahallangizdagi yashab turgan joydagi muhit, bu yerdagi tozalik sizni faoliyatingizga ta'sir o'tkazadi. Siz yashab turgan shahar agar toza bo'lmaydigan, har xil kanalizatsiya bir narsa hidlar chiqadigan bo'lsa, bu narsa ham ta'sir qiladi. Tushunyapsizmi? Ana shuning uchun ham bolalar, biz faqatgina o'zimizni xonamiz bilan hovlimizni emas, balki butun mahallamizni, balki butun shahrimizni, balki butun mamlakatimizni tozaligiga mas'ulmiz. Hech qachon chiqindilarni tashqariga, ko'chaga tashlamang. Saqich ko'chaga uloqtirmang. Yegan narsalaringizni qog'ozlarni tashib ketmang. Men yoshroq yigitlik paytimdan bir voqeani aytib beraman. Toshkentga borganimizda biz ko'p ham Toshkentga boravermasdik. Borsak ham ish bilan borardik. Nimadir sabab bo'lib dadamiz bilan borgan ekanmiz. O'shanda qo'limda bir qog'oz bor edi. Shuni yerga tashlaganimni eslayman. Ko'z oldimda qolib ketgan, kichkina bola bo'lsam. O'sha paytda chiroyli tanbeh eshitgandim. Va tanbehni chiroyliligidan hozirgacha men so'zma-so'z sizga aytib bera olaman. Agar men so'kish eshitganimda, deylik, nega baqirib urishganlarida balki esimdan chiqib ketardi. Lekin nasihat chiroyli bo'lgani uchun qalbimga shu qadar ta'sir qilgandiki, mana hozirgacha so'zma-so'z aytaman. Necha yillar bo'lib ketgan bo'lsa ham. Bora? O'zi shuncha xodimlar, shuncha katta tashkilotlar bitta shaharni tozalab ulgurmayotgan paytda seni bu qog'ozni bu yerga tashib ketishing nimasi? Qo'lingni olib yurgin, qayerda axlat qutisi bo'lsa, ya'ni urna deymizmi? O'sha yoqqa borib tashlaysan degan so'zlari meni miyamga saqlanib bo'lib qolgan. Va har doim qo'limda bir qog'oz paydo bo'lib qolsa yoki biron bir axlat qo'limga tushib qoladigan bo'lsa, yerga tashlash mumkin bo'lgan. Mana shu voqea esimga kelaveradi. Kelaveradi.
Tushunyapsizmi? Ana shuning uchun ham butun mamlakatni tozaligiga mas'ul ekanligimni men tushungan ekanman o'shanda. Mana hozirgacha sizlarga tarbiya darsida bu narsani gapirib beryapman. Siz bu narsani boshqa do'stlaringizga aytasiz. Boshqa do'stlaringiz boshqa do'stlarga aytadi va hamma o'zini qo'lidagi axlatga e'tibor beradigan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qo'lingizda nimaiki paydo bo'lgan bo'lsa, ana shu narsani to yo'lingizdan axlat qutisi chiqmaguncha qo'lingizga olib yuring. Mana shunga odatlanaylik. Endi sog'lom turmush tarzini bitta muhim shartlaridan birini aytaman sizlarga darsimiz yakunida. Haqiqatda sog'lom turmush tarzi bilan yashamoqchimisiz? Sog'lom turmush tarzida yashayotgan insonlar bilan do'stlashing. Mana shunday shaklanar ekan inson. Shunaqa gaplar bolalar. Mana bugun sizlar bilan sog'lom turmush tarzining 6 ta qoidasi haqida suhbatlashdik. O'ylaymizki, bu darsdan o'zingizlar uchun o'zingizlarga yarasha xulosalarni oldinglar. Darslarimiz foydali bo'lyapti degan umiddaman. Bizni tinglaganingizga uchun rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.